Neç bu? 100 kam, 200 kam 19, 18. 19. Nima de 19 ga oling deyaptim. 100 ming nari qilaylar, bor ekan. 200 kam 19 million savdo bo'lyapti. Bo'lajak ama yaxshi chiroyli narsa. Ha? Butun mol ekanda, butun onasini. Bo'laman. Bering olib. Odam hech nima qilmaydi. Yo'q, ko'payib ketadi bizga yetib borguncha. Nech pul talashyapsizlar? 19 ga oling. Siz nech pul berdingiz? Boy aka. Ama bilmayman, xonajin zo'r narsa ekan omad. Hali 200 ming 300 mingga qaramay. Ha, 200 ming 300 mingga qaramay olsa bo'laverar ekan, chandirini qarang buni. Erta hazilagam sigirib olmaydi. Ham butun narsa ekan. Gaplar. Buni nech pul qilishyapti boy aka? Greenfordmi bu? Ha, rossiyskiy semental ekan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hurmatli bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar, chorva ishqibozlari. Hafta kuniga chorshanba 2026-yil 13-may. Farg'ona viloyati Yazavon chorva bozorida. Mana mollar originali. Mana mol. Nech pul amaki bu? 17 million so'm kami bor ekan. Mana mollar. Sigir qimmat degan obunachilarimiz uchun 17 million so'm kami bor ekan. Suti ham bormi buni? 5 litr suti bor ekan. Jonivor ey. Tog'a buni siz Yakka oldim. Siz oldingizmi buni? Oldim. Ha. Shunchalik ham boqadimi demoqchi edim, nima? 17 million kam bor, 5 ta suti bor ekan. Hola harom. Bozorni bersin. Qiziqani nomeringizni berib qo'yaylikmi? 94 399 5159. Yaxshi. Aloqangiz ko'rasizlar, qiziqsin. Ushen qo'lini beradi. Oqboshmi? Nechta? Bersangiz oldik. Menga misol, menga tushmadi to'g'risi. Astakan bo'pti, men olaveraman dedi. Beringlar. Nech pul kam? 16 ga. Ha. Ko'rishgan. Yo'q pullariga so'ra qilyapti. 400 kam 16 million. Ama oldi tomon chiroyli ekan oldi. Orqa chicha pastroq, oldi go'zal ekan. Munazirlar bugun sayil o'p ketdi. Aka bular nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsiz? 34 million 500 ming so'm. Picha bermadingizmi 34,5 ga? Voy. Zappa dedi. Ishqibozga nomeringizni berib qo'yaylikmi aka? Yo'q, nomeri. Ha? 88. 88 mi? 890 20 890 20 Yaxshi narsalar. Qiziqsizlar agar. Bozoringiz bersin. Vo, urush bo'lyapti, yo'qmi? Qaysi biri? Monami? 14 dedingizmi? 14 deyishyapti. 14 berib qolaveradi. 13 million 500 ming qilyapti. Bellari ham yaxshi ekan, qarang. Ko'tchi pas.
Bo'pti, bering. Foyda bormi? Bo'pti, 100 ming bering akani. Men ziyoniga sotmaydi-yu. Barakasimiz. Nechi pul? 13,5 million. Nechi pulga bermadingiz? 12 million. 12 ga beraman. Mavla kimdir terib shekilli, zo'r qilib. Chiroyli narsalar olibdi, to'g'ri? Bular kimda? Sizdanmi, hoji aka? Bular kimniki ekan endi? Bular kim oldi? Toza yaxshi narsalar olibdi, sertib. Nechi pul olmadi? 11,5 diyor. O'shalmasiga so'm. U nechi pul qildi? 11,5 qildi xolos, siz qo'shdingizmi? 11 million emas, chiroyli xonasini ekan. Agela cho'tkingiz olinglar. Yaxshi narsa. Sifat bor-da, o'shuning uchun. Barakasi bersin. Ola kimiki kimar odi? Bular sotilibdimi aka? Nechi puldan? Uchosi bir joyga 36 millionga bar ekan. Bular hozir ko'zga ko'rinmaydi, kuzgacha chiroyli bo'lib ketadi bular ham. Ko'kot deb yaxshi barakasi bersin. Mashina so'rayapti? Eshitib ber, oqib olib kelaman. Ko'chaga chiq. Eshitdim, qaytga qo'ydim bilan. Nechi pul? Nechi pul qilyapti? O'z o'yin kami bor deyapman. Molni ko'chatini ko'ryapsiz. Bundaqa. Tutdimmi, sudimi yo'q. 9 milliondan. Yo'q, 9. Bering. Yomon aytdim. Yomon Men gap aytdim aka. 92 berasiz, 200 ming foyda. Yomon aytdim. 200 ming foyda olaman deyapman. Ben 8,5 Hoji aka 200 ming foyda qiladi shuni. Ayolsizmi qaynog'alar, ha? Satmoq cho'g'a, 92 man. Ye bichmasa mol meniki. G'ubor yo'qmi? 91. Mana xonasini bo'shab ketdi. Kimiki kimmi? Shu yer xonasini bo'shab ketdi. Aka buni nechi pulga bermadingiz? 17 million sotdim. Suti ham uradi? Sigirga qo'shsa ham uradi? Aka nechi pul bo'ldi bu? Nechi pul oldingiz? 33 ga. Zo'r mol oldi. Sigirga qo'shsa ham uradi. Pulga bordim. Omayda so'rovdan 19 yapman. Nechi pulga berdi buni? 15 million 600. 15 oldi. Hoji aka nechi pul oldi hoji aka? Hoji aka nechi pul oldi?
Nech pul bo'pti? Qarang. Nech pul bo'pti? Bilmas ekan. 807. Hurmatli chorvadorlar, akalar, ukalar, chorva sevar insonlar, Novoz xonazirlarni ham xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatdi. Hammaga omad, ko'rishguncha keyingi keladi.